لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله Sure Al-İmran 149. ayetten başlap okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi Sure Al-İmran 149. ayetinden başlap okuyumuz inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Ey müminler, eğer sizler kafirlarga itaat kılsanlar, ular sizlerni arqanlarga, yani küfrga yandırdı. Şunun bilen sizler ziyan tatıp kalısılar. Undaq emas. Yani ular sizlerning itaat kıldığan medetkarınlar emas. Allah sizlerning medetkarınlardır. Onunğa itaat kılınlar. O yardım kılgıçlarning en yaxşısıdır. İlahlıqı haqqida hiç bir delil düşürmegen narsalarni, yani butlarni ulağa şirik qilganliklari üçün kafirlarning dillariga qo'rqinch salamiz. Ularning boradigan joyi do'zaxdir. Zolimlarning joyi, yani do'zax, haqiqatan yomon joydir. Allah sizlarga qilgan düşmanlarga qarşı nusrat ata qilishdan iborat va'dasida turdi. Allohning izni bilan ularni qirib o'tatdinglar. Allah sizlar yoqtiradigan g'albini ko'rsatgandan keyin zaiflashib qoldinglar. Allah sizlar yoqtiradigan g'albini ko'rsatgandan keyin zaiflashib qoldinglar. Payg'ambarning amri to'g'risida jang jidallaşdinglar. Payg'ambarning amriga bo'ysunmadinglar. Ba'zilaringlar dunyoni ko'zildinglar, ba'zilaringlar oxiratni ko'zildinglar. Ondan Allah sınash uchun sizlardan dushmanni qaytirdi. Yani sizlarni g'albidan mag'lubiyatga yuzlandirdi va sizlarni haqiqatan afu qildi. Allah mu'minlarga marhamat qilg'uchidir. O'z vaqtida payg'ambar: Ey Allah'ın bendeleri, mening tarafimga kelinglar, men Rasulullohdir men. Kimiki jihad maydonidan qaytsa, kimiki jihad maydoniga qaytsa, u jannatga kirdi deb orqanglardan sizlarni chaqirib turadi. Sizlar hech kishiga qaramay qo'linglardan ketgan narsaga, ya'ni g'animat, beşinlağı kelgen musibatga, mag'lubiyatga qayg'urmasliqinglar uchun Allah sizlarga g'am ustiga g'am berdi. Yani nimetdan mahrum qilganning ustiga mag'lubiyat bilan jazoladi. Allah qilmishinglardan xabardardir. Kafirlarga bo'ysunishdan to'sish va Uhud urushidagi yengish va yengilishning sabablari to'g'risida Allah Taala müminlerini kafir ve münafıklığa itaat kılıştan agahlandırdı. Çünkü ulağa itaat kılış dünya ve ahirette halak buluş yoluğa ilip vardı. Şuna Allah Teala mundaq deydi: Ey müminler, eğer sizler kafirlığa itaat kılsanlar, ular sizlerni arqanlarga, yani küfrüge yandırdı. Şunun bilen ziyan tartıp kalısılar. Ondan Allah Taala müminlerini özüge itaat kılışqa, özüdün yardım soraşqa ve özüge tevekkül kılışqa buyurup mundaq deydi: Undaq emas, yani ular sizlerning itaat kıladigan medetkarınlar emas. Allah sizlerning medetkarınlardır. Onunğa itaat kılınlar. O yardım kılgıçlarning en yaxşısıdır. Ondan Allah Taala Müslümanların düşmanlarının Allah Taala'ga kafir bolganlığı ve şirik keltirgenligi sebebi bilen ulağa ahirette tayyorlab qo'ygan azap ve muşakkatler bilen billa dünyada
ularning dillariga dunyo qo'rqinch soladiganligidan va xor qiladiganligidan mu'minlarga xush bishorat berib mundaq deydi. İlahligi haqida hech bir dalil tushirmagan narsalarni, ya'ni butlarni Allohga shirik qilganliklari uchun kafirlarning dillariga qo'rqinch solamiz. Ularning boradigan joyi do'zaxdir. Zalimlarning joyi, ya'ni do'zax haqiqatan yomon joydir. İmam Buxoriy va Muslimning hadisida Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Mana ilgirki payg'ambarlardan birisiga berilmagan 5 xil alohidilik berildi. Yana mana bir oylik musofa yiroqlikdagi kafirlarning dillariga qo'rqinch silish bilan yordam berildi. Zimin masjid va pokiz joy qilib berildi. G'animatlar halol qilindi. Mana shafaat qilish imtiyozi berildi va har bir payg'ambar faqat o'zining millatiga xos avatilgan bo'lsa, men umumyuzlik hamma kishilarga avatildim. Allah sizlarga qilgan dushmaninglarga qarshi nusrat ato qilishdan iborat va'dasi turdi. Allohning izni bilan ularni qirvatatdinglar. Ya'ni atiganda qirvatatdinglar. Allah sizlar yoqtiradigan g'albini ko'rsatgandan keyin zaiflashib qoldinglar. Payg'ambarning amri to'g'risida janjallashdinglar. Payg'ambarning amriga bo'ysunmadinglar. Ba'zilaringlar dunyoni ko'zladinglar, ba'zilaringlar oxiratni ko'zladinglar. Ondan Alloh sinash uchun sizlardan dushmanni qaytirdi. Ya'ni sizlarni g'albidan mag'lubiyatga yuzlantirdi ve sizlarni haqiqatan afu qildi. Allah müminlarga marhamat qilguchidir. Ya'ni tog' ustidagi o'qiyachilar qilgandek kafirlarning yengilganligini ko'rib, o'ljiga qiziqqanlik sabab bilan Alloh taolo sizlarni sinash uchun mag'lub qildi. Kafirlarning soni jiq va tayyorligi to'liq bo'lganligi, musulmonlarning soni oz va tayyorligi bo'lmaganligi uchun Alloh taolo sizlarning qilmishinglarni kechirib etdi. İmam Buxoriy Baro radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Uhud urushi bo'lgan kuni mushriklar bilan uchrashdik. Payg'ambar alayhissalom o'qiyachilardan tarkib topgan bir qism askarlarni tog' ustiga o'rlashtirdi va ularga Abdullah ibn Jubayrni boshliq qildi. Ularga: "Agar sizlar bizning g'alba qilganligimizni ko'rsanglarmi, o'rninglardan midirlamanglar. Ularning bizning ustimizdan g'alba qilganligini ko'rsanglarmi, bizga yordam bermanglar", dedi. Biz ular bilan jang maydonida uchrashgan edik. Dushmanlar oldimizda qochdi. Hatta biz ayollarning puchqoqlarini turib olganligidan ularning putlariga salgan xalallarining ko'ringan holatida tog' tarafiga yugurganligini ko'rdik. Ondan ular, ya'ni tog'ning ustidagi o'qiyachi qism olja deb to'lishib tog'dan tushishga tamshalganda Abdullah ibn Jubayr: "Payg'ambar alayhissalom bizga o'rninglardan midirlamanglar degan edi" degan bo'lsa-mu, ular uning gapini anglamadi. Mag'lubiyat musulmonlarga yuzlandi. Shuning bilan sahobalardan 70 kishi shahid bo'ldi. Ondan Abu Sufyan egizrak bir yerga chiqib, kishilarning ichida Muhammad bormi deb to'ldi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarga: "Uningga javob bermanglar" dedi. Ondan kishilarning ichida Abu Quhafining o'g'li Abu Bakr bormi deb to'ldi. Payg'ambar alayhissalom: "Uningga javob bermanglar" dedi. Ondan u kishilarning ichida Umar ibn Hattob bormi deb to'lab, haqiqatan ularning hammasi o'libdi. Agar tirik bo'lgan bo'lsa, albatta javob beradi dedi. Umar o'zini tutib ola olmay: "Ey Allohning dushmani, yolg'on aytding. Haqiqatan Alloh seni g'amkin qiladigan narsani qaytirib qo'ydi. Alloh seni g'amkin qiladigan narsani qoldirib qo'ydi. Ya'ni
Allah sen ölüptü degan kishilarni ölümden saqladi dedi. Ebu Sufyan Hubel yani bir butunun ismi. Sen üstün bol dedi. Ondan Peygamber aleyhisselam sahabelerge. Onun cevap veringlar dedi. Ula biz nima deymiz dedi. Peygamber aleyhisselam. Allah üstün ve katta dengla dedi. Ula şundaq degende Ebu Sufyan Uzza bizning butimiz. Sizlarning Uzzayinglar yo'q dedi. Ondan Peygamber aleyhisselam onun cevap veringlar dedi. Ula nima dey biz nima deymiz dedi. Peygamber aleyhisselam Allah bizning madadkorimiz, lekin sizlarning madadkoringlar yo'q denglar dedi. Ula shundaq dedi. Ebu Sufyan yana bugun sizlar yengildinglar. Bedr urushida biz yengilgan edik. Tengi teng bo'ldik. Urush deganda yengilish bo'lib turdi. Sizlar u yer bu yerlari kesib etilgan o'liklarni topsanglar, mendan yomon gumon qilmanglar. Ularni men unda qilishga buyurmagan dedi. Muhammad ibn Ishaq Abdullah ibn Zubayrning mundaq deganligini rivoyat qildi. Zubayr ibn Avvam men Hindi ve onun ayol hamrohlarining putlaridagi hal-hallari ochiq ko'ringidek holatda hech nimasini olmay qochganligini ko'rdim. Ondan biz kofirlarni qo'g'laganda tog'dagi o'qiyotchilar o'l yig'ishni ko'zlab urush maydoniga tushib, bizning keyni tarafimizni kofirlarning otliq qismiga ichib berdi. Kafirlarning otliq qismlari bizning orqa tarafimizdan besib keldi. Birisi sheksiz Muhammad o'ltirildi deb vaqirdi. Ondan biz keynimizga yondik. Biz kafirlarning tug'ib ko'taradigan kishilarini o'ltirib, tuqqa ularning ichidan birsimi yaqin kelolmaydigan holga kelgan vaqtda kafirlarning otliq qo'shini ustimizga bostirib keldi. Müşriklarning tug'i taki uni Alqama Harisaning qizi Amra olg'icha yerga tashlaniqliq turdi. Ondan u tug'ni Qurayshliklarga berdi. Qurayshliklar tug'ni yo'gidi. Ondan Allah sınash uchun sizlardan dushmanni qaytirdi. Ya'ni sizlarni g'albidan mag'lubiyatga yuzlantirdi. İbn Ishaq mundaq deydi. Adi ibn Najjarning ballarından biri bo'lgan Qosim ibn Abdurrahman ibn Rabi'a menga mundaq deb berdi. Anas ibn Malik radiyallohu anhuning tog'asi Anas ibn Nazar Mujahid ve ansarlardan bo'lib o'zlarining qo'llaridagi qurollarini tashlab etib turgan bir turkum kishilarning ichida turgan Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu ve Talha ibn Ubeydullah'ның qeshig'i kelib, sizlarga nima bo'ldi dedi. Ular Peygamber aleyhisselam o'ltirildi dedi. Anas ibn Nazar Peygamber aleyhisselam o'ltirilgandan keyin yashab nima qilsizlar? Qo'pinglar. U o'lgan yo'lda sizlarmi o'linglar dedi. Ondan dushman tarafga qarab otlanib, hatto shahid bo'lib ketkichilik düşman bilan urushdi. İmam Buxoriy Anas ibn Malik radıyallahu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Mening tog'am Anas ibn Nazar Badr urushida yo'q edi. U men Peygamber aleyhisselamning birinchi qitimni qilgan urushiga qatnasholmabdiman. Agar Alloh taolo meni Peygamber aleyhisselam bilan bildim mushriklarga qarshi urush qilishga nasib qilsa, albatta mening qandoq ish qildiganligimni Alloh taolo ko'rsatdi dedi. U Uhud urushiga qatnashdi. U kuni musulmonlar yengilib qochdi. U ey Allah, haqiqatan men ularning qilgan ishidan, ya'ni musulmonlar qochib ketganligidan sana o'zra aytaman. Men kafirlarning ishidan ada-juda bo'laman dedi. De qilichini ko'tarib dushman tarafga ilgirlab mangdi. U Said ibn Muazga yo'liqib uningga: "Ey Said, nega mangding? Men haqiqatan Uhud tarafdan jannatning furqini puravataman" deb kafirlarning sepiga ilgirlab kirib,
urushib shahid bo'ldi. Uning ayol bir tuqqani barmoqlari yoki uning badanlarida bo'lgan biror alomati orqali tonib olmoqchilik uning jasadini hech kim toniy olmadi. Uning 80 necha yeri neyze, qilich va o'qya bilan yaralangan edi. Uhud urushida musulmonlarga yetgan mag'lubiyatni bayon qilish to'g'risida. Kimiki jihad maydoniga qaytsa, u jannatga kirdi deb orqanglardan sizlarni chaqirib turadi. O'z vaqtida payg'ambar: "Ey Allohning bandalari, mening tarafimga kelinglar. Men Rasulullohdurman." Ya'ni sizlar dushmandan qo'rqib tog' tarafga qochgan vaqtinglarda payg'ambar sizlarni qochmay dushmanga qayta hujum qilishinglar uchun keyninglardan chaqirib turadi. Bu oyatning ma'nosi haqida Suddi: Uhud urushida mushriklar musulmonlarga qattiq bir hujum qilib, ularni yengib olganda, musulmonlarning ba'zilari Madinaga kirib oldi va ularning ba'zisi tog' ustidagi Quram tash tarafga minib, uning ustiga chiqib oldi. Payg'ambar alayhisalom kishilarni men tarafga kelinglar, ey Allohning bandalari, men tarafga kelinglar, ey Allohning bandalari deb chaqirishga boshladi. Ondan Alloh taolo ularning taqqa chiqib olganligini va payg'ambar alayhisalomning ularni chaqirganligini bayon qilib, yuqorqi oyatni tushirdi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Qatada, Rabi va Ibn Zayd qatorliqlarni mushining o'xshash bayon qildi. Ansari va muhojirlarning payg'ambar alayhisalomni qo'g'diganligi to'g'risida. Imom Buxoriy Qays ibn Abu Hazimning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Uhud urushida payg'ambar alayhisalomni qo'g'dash uchun Talhaning qo'lining yaralanganligini ko'rdim. Imom Buxoriy va Muslim Abu Osman Nahdining mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom kofirlar bilan urush qilayotgan mezgilidagi ba'zi vaqtlarda payg'ambar alayhisalom bilan billa Talha ibn Ubaydulloh va Saiddan boshqalar qolmagan edi. Said ibn Musayyib Said ibn Abu Waqqasning mundaq deganligini rivoyat qildi. Uhud urushida payg'ambar alayhisalom menga o'zining o'qyalarini chiqarib berib, "Ata-anam sana fido bo'lsin, kafirlarni otqin" dedi. Said ibn Abu Waqqas yana mundaq deydi: "Men Uhud urushi kuni ustida oq kiyim bor ikki kishining payg'ambar alayhisalomning o'ng va so'l yonida turib, uni qo'g'dab nihoyat qattiq urush qilganligini ko'rdim. Men u ikkisini u kundan burun ko'rmagan edim va uningdan keyinmi ko'rmadim. U ikkisi bo'lsa Jibril bilan Mikail alayhisalomlardir." Abu Aswad Urva ibn Zubayrning mundaq deganligini rivoyat qildi. Banu Jamhaning qarindoshi Ubay ibn Xalaf Makkadagi chaqda payg'ambar alayhisalomni o'ldirishga qasam ichdi. Uning qasam ichganligidan payg'ambar alayhisalom xabar topdi. Payg'ambar alayhisalom: "Agar Alloh xolisa, balki men uni o'ldiraman" dedi. Uhud urushi bo'lganda Ubay: "Agar Muhammad alayhisalom sog' qolsa, men sog' qolmayman" deb niqobni taqab, ya'ni temir chopon va temir qalpoqni kiyib urushga kirdi. U payg'ambar alayhisalomni o'ldirish uchun hujum qildi. Bu chaqda Banu Abduddarning qarindoshi Mus'ab ibn Umayr teni bilan payg'ambar alayhisalomni qo'g'dash uchun Ubay ibn Xalafning oldiga chiqdi va shahid bo'ldi. Payg'ambar alayhisalom Ubay ibn Xalafning bo'ynini, uning kiygan temir chopini bilan temir qalpoqining orliqidagi yuchuqdan ko'rib, u yeriga nayzsin chiqdi. Shuning bilan u etidan yerga yiqildi
uning neyzi tiqilgan yerdan hech qanday qon chiqmadi. Uning qishig'a o'z odamlari kelib uni elib ketdi. U xuddi kalidek ho'kraytdi. Uning odamlari uningga nimaga shuncha azoblanasan? Nihoyatda azroq jirilib ketibdi-ku dedi. Ondan u odamlarga payg'ambar alayhisalomning balki men Ubay ibn Xalafni o'ltiraman degan so'zini so'zlab berib, mening jinim uning qo'lida bo'lgan zot Alloh bilan qasam qilamanki, men tortayotgan azob majozdagi kishilarda bo'lgan bo'lsa edi, albatta ularning hammasi o'lib ketadi dedi. Ondan u o'lib do'zaxga kirdi. Ahli do'zax Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. İmam Buxoriy va Muslimning hadisida Sahl ibn Said payg'ambar alayhisalomning yordar bo'lganligi to'g'risida so'raldi. U payg'ambar alayhisalomning yuzi yarlandi, uning udul tishi sunib ketdi va to'mir qalpoq uni yarlandirib etdi. Payg'ambar alayhisalomning qizi Fatima uning qinini yuvdi. Ali qalqon bilan qonning ustiga suv quyib berdi. Fatima suvni quygan siri qonning jiq eqib ketayotganligini ko'rib, bo'rining qo'michidan azroq ko'ydirib, uning kulini yaralangan yerga chapdi. Qon ondan to'xtadi. Alloh sizlarga g'am ustiga g'am berdi. Ya'ni sizlarni g'animatdan mahrum qilganning ustiga mag'lubiyat bilan jazoladi. İbn Abbas radiyallohu anhuma mundaq deydi. Bu yerda deyilgan g'amning biri payg'ambar alayhisalom o'ltirildi deyilgan chaqda paydo bo'lgan ruhsizlanish keltirib chiqargan mag'lubiyatning g'ami bo'lsa, yana biri mushriklarning musulmonlardan burun tog' ustiga chiqib olganligini ko'rganda bo'lgan. Hatta payg'ambar alayhisalom: "Ey Alloh, ularning taqqa bizdan burun chiqishi loyiq emas" dedi. Abdurrahman Avf radiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Birinchi g'am yengilganlik sababi bilan, ikkinchi g'am payg'ambar alayhisalom o'ltirildi degan xabarni anglash bilan bo'ldi. Chunki payg'ambar alayhisalomning o'ltirilganligi ularga nisbatan yengilganlikdan ig'ir edi. Mujahid va Qatada mundaq deydi. Birinchi g'am payg'ambar alayhisalomning o'ltirilganligini anglash, ikkinchi g'am ularning o'ltirilganligi va yordar bo'lganligidir. Suddi mundaq deydi. Birinchi ularning qo'lidan ketgan g'alaba va o'lja uchundir. Ikkinchi g'am dushmanlarning ulardan burun taq chiqib olganligi uchundir. Alloh qilmishinglardan xabardordir. Alhamdulillah, Alloh şükürler bo'lsin. Yuqorida Sura Al-Imron tafsiridan 153 oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.